Nima uchun aynan Qarshi shahridagi axborot texnologiyalari va menejment universitetida o'qish kerak? Hozir birga savollaringizga javob olamiz. Keng, yorug' va shinam manzil, 20 ga yaqin bakalavriat va 10 ga yaqin magistratura yo'nalishlarida aynan mana shu manzilda tahsil oling. Nima uchun 10 mingdan ortiq abituriyentlar ayni manzilda tahsil olishni tanlashgan? Sabablari yetarlicha. 55 mingdan ortiq kitob fondiga ega bo'lgan kutubxona, zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan o'quv xonalari, undan tashqari ko'p o'rinli talabalar yotoqxonasi, shuningdek boshqalarnikidan farq qiladigan to'lov kontrakt summasi, xalqaro xorijiy hamkorlik dasturlari doirasida qo'shma xorijdagi ta'lim. Xullas, Qarshi shahridagi axborot texnologiyalari va menejment universitetida tahsil olib, kelajak uchun kerak bo'ladigan eng talabgir sohalarning egasiga aylaning. Maxsus pedagogika, defektologiya, psixologiya, tarix, maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim, kompyuter injiniyeringi, axborot xavfsizligi, kiberxavfsizlik injiniyeringi, dasturiy injiniring, matematika va informatika, iqtisodiyot, menejment, moliya va moliyaviy texnologiyalar, bank ishi va audit, milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi, filologiya tillarini o'qitish, rus tili, ingliz tili, arab tili, ona tili va adabiyot, undan tashqari arxitektura yo'nalishlarida tahsil olishingiz mumkin. Qarshi shahrida oliy ta'lim muassasasida tahsil olasiz u dunyoning nufuzli 165 ta oliygohiga borib tahsil olib parallel ravishda bilim olishingiz mumkin. Bu imkoniyatni Qarshi shahridagi axborot texnologiyalari va menejment universiteti taqdim etadi. Ayni oliy ta'lim muassasasi dunyoning 165 ta oliygohi bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Turkiya, Hindiston, Malayziya, Italiya, Ispaniya, Chexiya, xullas dunyoning juda ko'p mamlakatlariga borib ham tahsil olasiz, ham malakangizni oshirib qaytishingiz mumkin. Qarshi shahridagi axborot texnologiyalari va menejment universiteti kelajakning eng talabgir sohalaridan biriga ega bo'ling.